Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga Ummusibyon deb nomlangan shayton aziyat berishligini bilamizmi? Yangi tug'ilgan chaqaloqlar yig'lab qoladi, chinqirab qoladi. Ana shu paytda ana shu Ummusibyon degan shaytonvachcha kelib turib o'sha chaqaloqqa aziyat berar ekan. Chimchilab ketadi, yomonlik qiladi. Undan himoyalanishdagi eng zo'r himoya yo'li o'sha chaqaloqni qulog'iga tezda azon aytish, o'ng qulog'iga, chap qulog'iga takbir. Buni o'sha chaqaloqning otasi aytishni bilsa, aytaveradi va yana har doim iloj bo'lsa har kuni Oyatul Kursiyni, Ixlos, Falaq, Nas suralarini, Amanar Rasulu, va yana Baqara surasining dastlabki Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fihi deb nomlangan o'sha dastlabki 5 oyatini o'qib, chaqaloqlarga dam solib yursak, inshaalloh Ummusibyon degan mana shu shaytonvachchaning yomonligidan ham nima bo'ladi? Farzandimiz himoyalangan bo'ladi. Azizlar, farzandimizni shaytonlardan himoya qilishdagi yo'llarga ham e'tibor beraylik. Yoshligidan Qur'on eshitib, Allohning zikrida o'sgan chaqaloqlar inshaalloh ertaga katta bo'lganda ham shaytonning yo'lidan yurmaydi, shayton ularni vasvasa ham qilmaydi.